Shu chetga 3 million odamni chiqib ketishdan olib qola olamizmi shu yerda o'zida? Ya'ni shu yerda o'zida shu katta bozor qilib bera olamizmi shuni? Qarang, bitta loyihani o'zi, bitta Sui degan loyiha, u prosta loyiha, 20 kishi ishlab chiqargan loyiha, 20 ta programmist ishlab chiqargan loyiha, hozirgi vaqtda ulushi bozordagi ulushi 13 milliard dollar. 20 ta inson qilgan narsa 13 milliard dollarga baholanyapti. Unaqa proyektlar soni mingta. Ya'ni texnologiyaga ko'proq urg'u berishimiz kerak biz. Tushunarli. Demak, birinchi aytganingiz odamlar salohiyatli odamlar, ikkinchisi davlat o'sha ochiq bo'lish kerak. Nimalarga mana shu sohaga kirib ketish ochiq bo'lish kerak, cheklovlar olib tashlash kerak. Yana nima oldimizdagi masala? Mana bu hozir belgilangan litsenziya uchun belgilangan ular bor-ku, tariflar o'sha bojlar, o yana kosmos narxda belgilangan. Nima uchun belgilangan shular deb o'ylayman? Chunki davlat ham ularni o'g'ri sifatida qaraydi. Agar o'g'irlab ketishsa, badali orqali to'lash uchun. Shu zararni oldindan nima qiladi? 27 milliard so'm atrofida litsenziya kirib kelish davlat boji. Qarang, siz как biznesmen, qarang. Siz davlatga kirib kelmoqchisiz, 27 milliard bunday qaraysiz. Hovli bu davlatdan foyda. Biznesmen shunaqa o'ylaydi, hovli bu davlatdan foyda olib bilamanmi, yo'qmi? Dubayda qanaqa shunaqa litsenziyani? Tekinmi? Free zonada ochishingiz mumkin. U yerda nalog yo'q kriptovalyutaga. Yo'q. Litsenziya uchun yo'qmi? Yo'q. Aynan shu yo'nalishda faoliyat ko'rsatayotgan subyektlar qancha? Dubayda taxminan. Bunaqa subyektlarni men endi aniq sifrasini bilmayman endi. Umumiy masalan iqtisodidagi ulushini balki bilarsiz yoki taxminan qancha odam ishlaydi? Qarang, Dubay bir oyda 40 milliard dollarlik bitcoin zaxira qildi. Nimadan bo'ldi? Men buni tushuntirib beraman. Nimadan 40 milliard dollar zaxira qildi? Chunki Dubay kriptovalyuta orqali aktivlarni almashtirish, sotib olish, uy-puy, любой narsani sotib olishga ruxsat berdi. Ruxsat berdi. Patar pul kirib kelyapti Dubayga. U qoqib keladi o'z-o'zidan. Kelyapti. Dubay chiqarishga uspet qilmayapti. Bu narsani bitcoinga aylantiryapti. Bitcoin orqali o'zini davlat zaxirasini yaratyapti. Hali bizda bitcoinga bitta kofe ham olish biladigan joy yo'q bo'lsa kerak O'zbekistonda hali. O'shani agar davlat ruxsat bersa, o'rganib chiqsak, juda ko'p narsa qilib bo'ladi. Bitcoin o'zi tez o'tmaydigan aktivda, asosda ishlaydi, chunki security baland bo'lgan joyda tranzaksiya asosda bo'ladi. O'shani lighting qilib bo'ladi. Ya'ni bitcoinni qo'shimcha tarmoq orqali tez o'tkazsa bo'ladi. O'sha kofe ham olib bo'lsa bo'ladi, bir sразу. Anaqa перевод qiladi-da boshqa nimaga, valyutni nimaga yoki boshqa. Qarang,